Ha, qayerda yuribsiz? Namuncha kech kelyapsiz. Yana o'ynash istashib ketdimi sizni? Yandeksda kelyapman, keyin nimalar deyapsiz? Tinchlik bo'lsin-da. Obke telefonni. Yana ammang telefonini o'ynayapsanmi? O'zingiz bermaysiz o telefon. Madina, Labekine. menga qarang, ikkinchi o'g'limga telefoningizni bermang, tushundingizmi? Xudo biladi ichida nimalar bor ekan. Kene, nima yomon gumonda bo'laverasiz? Nima bo'lishi mumkin telefonim ichida? Amma berib turing, o'yin ko'raman YouTube'da deganiga beruvdim. Menga qarang, meni umuman oilamga aralashmang, farzandlarimga hech narsa bermang, tushundingizmi? Shuning telefoningizni. Voy, mana hozir qizimga shokolad beraman, mana ol. Orasi bo'laqa qornim ochib ketdi. Mana adasi sizni seniz yo'g'ida sizga gapim bor edi o'zi. Tinchlikmi, nima gap? Adasi, sengizni kvartiraga chiqazib olsak bo'lmaydimi? Qo'ni-qo'shnilarning oldida uyarzonman. Har kuni yarim kechasi keladi. Undan tashqari qaytib kelgan-ku bilasiz. Bolalarimiz tarbiyasiga ham ta'sir qilmasin deyapman adasi. Sen o'zim ham joningga tegib ketdi. Ertaga kvartiraga chiqarib yuboraman. Ada, Ha, o'g'lim. yana bitta uyasiz bo'larkan. Nimaga o'g'lim? Uyimiz bor-ku. Meni ham sinf katta bo'lganda hammamga o'xshab ko'chada qolib ketadimi? Men ham katta bo'lganimda xotinim oyimga o'xshab sinfimga yig'lay tursa-chi? Siz ham o'sha uchun sinfimga uyab qo'ying-da, Ada. To'g'ri aytyapsan o'g'lim. Bu qaytar dunyo. Sana qilayotgan narsaga mana aqlim yetmabdi. Tur bolam, ammangni olib kelgan bo'lamiz.